Assalomu alaykum qaynonajonlar, yaxshimisizlar? Sog' salomat yuribsizlarmi? Uychilar tinchmi? Mana kunlar ham isib ketdi. To'ylar ham ko'payyapti mana. Bir-biridan o'tkazib to'ylar qilish boshlandi. Xudoga shukr. Endi shu desanglar, meni xonadonimda tinchlik emasda. Ay, meni mana kichkina kelinim o'zidan-o'zi saqalgina shu bir kichkinagina janjalga lop etib oysinikiga jo'nab qolsa bo'ladimi, ha? Endi niyat qildim. To'g'risini aytadigan bo'lsam, menga ruxsalam qildi-da, ha? Bilasizmi nima deydi ani qo'shnimiz? Oypashaxon aytdilarki, kurortda yuribdi, mazza qilyapti, un kun o'zini uyida mazza qilib keladi, yana o'zini uyiga qaytib keladi, deyapti. Yo'q, chuchvarani xom sanashibdi. Men uni qildirmayman. Menga ham ta'sir qiladi. Men ham kelinim meni xizmatimni qilishini xohlayman. Endi Xudo xohlasa biznikida ham to'y. O'g'lim uylantiradigan bo'ldim. Ha? Labi bopladimi? Shunaqa. Oyijon, Ha? nima deyapsiz? Qaynimni uylantiraman deyapsizmi? Ha. Voy, ikkita bolasi bor-ku. Ikkita bolani onasi o'ylamagan men o'ylashim kerakmi? Ha? Oyijon, unaqa qilmang, o'zinim yaxshilar-ku. Buni qarang, yaxshi kelin ozginagina bir tiqir etgan so'zga yoki ozginagina janjalga bo'lmagan janjalga indamay uydan chiqib ketmaydi. Yana uylariga borib kurort qilib yurganmishlar, ha? Men ham xohlayman kurortda yurishni. Oyijon, o'z uyimiz kurort-ku bizani. Ha? Nima ketib qoldilar? Yo'q, o'sha kuni ozgina o'tkazib yubordingiz-da, oyijon. Hech o'zinim yaxshilar, bunaqa qilmang. bahona topildi. Anu nima Oypashaxon o'rgatganda unga. Bugundan qiz qidirishni boshladim, Kamolaxon. Menga tili 15 qarish qizning keragi yo'q. O'g'limga onasi o'pmagan qizlardan olib beraman. Sochlari taqimini o'padigan, o'zi odobli, tili shirin, odobi, axloqi zo'r, qo'shiq aytishni biladigan, raqsga tushishni biladigan, oshxonada ashula aytib ish qiladigan kelin olib beraman. 18 yoshidan, bildingizmi? Voy, oyijon, ikkita bolali yigitga kim ham qizini beradi? Kamolaxon. Nima deyapsiz? Men so'rab borsam, menga berishadi. Hozir nima ko'p, qiz ko'p. Daraxtni bir tepsang, shunda gullab tushadi. Yigitlar kamayib ketdi, bildingizmi? Shuning uchun indamaygina menga qizini berib qo'yadi. Shunaqa to'y qilaman, shu mahallada duv gap bo'lsin. 7 mahallaga ishladigan karnay, surnay desmaliga eng zo'r hofizlar keladi. O'zi meni qo'shnim boshiga osh o'tadi. Endi qo'shlarni to'ldirib tashlayman-da, o'zim ham mazza qilib raqslarga tushaman. Ana to'yu, mana to'y. Ana to'yu, mana to'y bo'ladi, bildingizmi? Voy, oyijon, o'ylab ish qiling, oyijon, o'ylab ish qiling. Ikkita nabirangiz, shirindan shakar nabirangiz ko'zingizga ko'rinmayaptimi? Ay, nabiralarimni jonimda ortiq yaxshi ko'raman, lekin onasini o'zini ko'ziga ko'rinmadi-ku mana, tashladi ketdi. Ha? Ha, bu to'y qilishingizga arziydigan narsa emas, oyijon. To'y qilishimga arzimaydigan narsa bo'lsa, ketishga ham arziydigan janjal emas edi. Ha? To'yga kiyinadigan kiyimlarimni ham tayyorlab qo'yganman, Voy, bildingizmi? kiyimlarni ham o'ylab qo'ydingizmi? Aksan Altutdan olganman. Bilasizlar, hamma kiyimlarimni Aksan Altutdan olaman. To'yga kiyadigan hozir boshqadan qanaqadir yangi kiyimlar kelibdi. Ana o'shalardan berkitib qo'ydim, sizlar ko'rmanglar ham, kiymanglar ham. To'y kuni ko'rasizlar. Ana o'sha kiyimlarda Aksan Altut deb raqsga tushaman. Bekor quvasi, oyijon. Mayli, nima qilsangiz qiling. Meni bu to'yga qo'shmang. Men siz bilan hech qayerga sovchilikka bormayman. Voy, men ham sizni sovchilikka etmayman, bildingizmi? O'zim ham bormayman sovchilikka. Qizlarni o'zi bu yerga kelishadi. Birin-ketin kirib kelishadi. Men bo'lsam saralab, chertib, tanlab olaman. Voy, endi shunaqasi ham chiqibdimi? Hozir pulini to'lasangiz hamma narsani iloji bor. Oyijon, o'zi keladigan qiz qanaqa bo'lardi? Yaxshi qiz hech qachon yigitni uyiga kelmaydi. Keladi. Hozirgi zamonaviy qizlar boshqacha. Ular yigitlarni qadrini bilishadi. Bildingizmi? Bilmasangiz bilib qo'ying. Endi qizlar kelishiga bir ajabsanda ovqat qiling. Voy, balkim qizni o'ziga qildirib ko'rarmiz, oyijon. Kamolaxon, bilasizmi, men boshqalarning qo'lidan ovqat yemayman-ku. Voy, oyijon, sinab ko'rish kerak edi.
Yo'q, boshqalarning qo'lidan ovqat yemayman, bilasiz. Faqat siz pishirgan ovqatni yeyman. Buni bilasizda, albatta shu bir narsa deyishingiz kerak-da. Oyijon, haftaga tan oldingiz-a? Tan olmay o'libmanmi? O'zim o'rganaysizda. Voy, sizga bir o'zim maqol bir laqab topishim kerak mashkilimga. Anusini multfilmdirdim. Mana multfilm ahvoli ketdi qoldi. Bir boblayman. Bugun nima taom qilsamikin deb hali ham o'ylab o'tiribsizlarmi? Bugun sizlarga juda ham zo'r bo'lgan steak taomini qilib ko'rsatib beraman. Buning uchun qizlarjonlar, mol go'shtimizni qovurg'i bo'lgan yog'siz qismini olamiz va ishni biz marinadlashdan boshlaymiz. Bizga tuz, murch va albatta mazali chiqishi uchun rozmarin yaproqlaridan foydalanamiz. Go'shtimizni yaxshilab yumshoq qilib, mana bunday temir bolg'achalarda urib olamiz. Steakimiz mazali chiqishi uchun hozir sousimizni tayyorlab olamiz. Mana steakimiz ham tayyor bo'ldi. Guvohi bo'lganingizdek, uy sharoitida ham bemalol tayyorlasa bo'ladi. O'ylaymanki, bugungi mehmonimizga ham manzur bo'ladi. Barchaning sevimli shirinlikka aylanib ulgurgan eng nomdor restoranlarning menyusidan joy olgan ajoyib mazali 3 shokolad shirinlikini tayyorlaymiz. Bu shirinlikni tayyorlashning bir necha xil usullari bor. Hozir men sizlarga eng mazali, eng chiroyli, eng hamyonbop chiqadiganini o'rgataman. Demak, bizga kerak bo'ladigan masalliqlarimiz 3 xil rangdagi shokolad, pishloqli tvorog, qaymoq, qand upasi, sut, shakar, jelatin va suv kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib ishni biz jelatinni suvga yuvib qo'yishdan boshlaymiz. Jelatinni muzdagina suvga yuvib qo'ydik. Endi esa sut bilan shakarni qaynatib olamiz. Mana sut bilan shakarimizni qaynatib ham oldik. Endi esa oldindan tayyorlab olingan jelatinimizni sutli massaga qo'shamiz. Aralashtirib olamiz. Jelatinimiz sutli massamizni issig'ida erib ketadi.
Mana endi aralashtirib ham olamiz. Jelatinlarimiz erib ketgandan so'ng sutni shokoladlarning ustiga bir xil massada qo'yib olamiz. Sababi qoliplarimizda bir xil chiroyli ko'rinishi uchun. Sutni issiqligida shokoladlarimizni ustiga quyib olgandan so'ng yaxshilab aralashtirib olamiz va shokoladlarimiz erib bir xil massa bo'ladi. Endi esa idishimizga qand upasi, qaymoq, tvorogli pishloqni solib mikser yordamida aralashtirib olamiz. Endi esa tayyor kremimizni shokoladlarimizni ustiga bir xil miqdorda bo'lib chiqamiz. Uch xil ta'mga ega, 3 xil ko'rinishga ega shokoladlarimiz ham tayyor bo'ldi. Endi shokoladlarimizni qolipga solib, har bir qavatini 5 daqiqadan muzlatgichda muzlatib olamiz. Oyijon, chiroyli uzuv taqibsiz-a? Mana bu brilliant, mana bu brilliant. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Va alaykum Assalomu assalom. alaykum. Keling. E'lon bo'yicha kelgandim. Bizga e'lon bermagandik-ku, oyijon. Sovchimizga e'lon beribsizlar? Voy, men berganman. Keling. Ovoz o'rib ketdi. Keling. Ayjonim, sizga boshqacha salom bermoqchiman hozir. Oyijon. Ko'p yashang. Voy, ko'p yashang. Voy, o'zim o'rgilib ketay. Voy, baxtli bo'ling. Voy, egizaklardan, qo'sha-qo'shalardan bersin. Amin. Voy, o'rgilib ketay. Yana pastroq egin. Turing. Siz bolasizmi, oyijonim? Ha, menda. Voy, choy uzoq ekan-ku. Ana, ko'rdingizmi? Voy, Siz jonim. ko'rmadingiz. Ha? Choy quyib bera Shunaqa qo'yasiz. qiling, qani, choy qo'yishlaringiz bir ko'raylikchi. Voy, baraka toping, rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin, rahmat. Mana bunaqa bo'ladi. Uzatishlarni ko'rdingizmi? Bunday qilib uzatiling. Oyijon, kim bular? Bo'lajak kelin poshshom bolalar. Voy. Xo'sh, endi kelin poshsha, ma'lumotingiz haqida bilmoqchi edim. Ma'lumotim oliy. 2 ta oliygohni bitirganman. Magistraturani ham bitirganman. Hozirgi kunda ilmiy ishlar bilan bandman. Doktoranturada o'qiyapman. Voy, eshitganman. Magistr degani u magistr. Ha. Magistr. Shuning Bilasizlarmi? uchun professor yigitga turmushga chiqqani keldim. Voy, bizani qaynimiz. Chimtiring. Professor dedingizmi? Professormi? Professor bo'lish kerakmi? Oyijon, qaynim o'qimaganlar ham-ku, oddiy bolalar. Javob bering. Oyijon, o'zi ham 15 yil o'qiganman. Voy, Voy, 15 yil o'qiganmisiz. Undachi o'g'lim boshqa ish qilib qo'ysa, o'zi ham professor qilib olasiz. Albatta, Xo'sh, bor. bo'lmasamga endi yana bir savolim bor. Yana boshqa qanday nima deydi, orzularingiz, hunarlaringiz bor? Bundan tashqari men kinoda o'ynayman, kinoaktrisaman. voy. Seriallarda, kinolarda, reklamalarda. Voy, o'zi yetdim, qayerda ko'rganman bu qizni. Go'zal qizni. Haligi nima edi? Bir kecha. Ha, 1001 kecha degan bir serial bo'ldi.
ashuni Voy, ko'rdik. o'sha qizmi oyijon? O'shalar-ku hali do'mbo yigit bilan sevishadi-yu. Rolda oyijon. Roldami ish qilib hech narsa bo'lmaganmi? Yo'q. Yo'qmi? Ha, gap otmaganmi keyin? Keyin tashqariga chiqqanda qanday yashana bo'lar ekan shunaqa deysiz. Oyijon, to'g'ri kelmaylar. Yana nimalar bilan shug'ullanasiz? Ashula aytishni bilasizmi? Keling sizga yaxshi raqsga tushib bera qoling. Yo'q, men ashula aytishni juda ham mani bilishadi. Men ashula aytishni ham yaxshi ko'raman. Qarang oyijon, bir gal o'ynab bering, chiroyli raqsga tushib beraman. Yo'q, raqsga tushishni yaxshi ko'rasiz. Men ham yaxshi ko'raman. Mayli, raqsga bo'lsa raqsga tushaman. Qorasingga tushadi. Voy. Voy. Surqa. Yaşayek. O'zi bo'lgilib ketdi. Voy, o'zim o'rgilib ketay. Biram menga yoqdi, biram menga yoqdi. Voh. Oyijon, Ko'z tegmas. yana savol javob qiling. Mana savol-ku. Voy, ovqat qilishni bilanlarmi? Uy tutishlarni bilanlarmi? Men faqat yeyishni bilaman. Voy, Shunaqa. Voy. oyijon, bunaqasi ketmaydi. Bizning uyda 3 mahal ovqat tayyorlanadi-ku. Ha, to'g'ri. Endi nima? Shuncha o'qib dissertatsiyamni oshxonada yo'qlaymanmi? Ovsiningiz juda ham ovqat qilishdagi usta. Bilasizmi, shunaqa qo'li gul ovsiningiz. Voy, shunaqa ovqatlarni qotirib tashlaydi. Agar siz yordamlasangizchi, ovqat pishirib turib, haligi dissertatsiyangizni yoqlaysiz, xo'pmi? Voy, o'sinjon bo'lmoqchi bo'psiz bizaga. Lekin oyijonga qilgan ovqatingiz yoqmasa, tarelkasi bilan otadilar. Shunaqa. Menga qarang, opajon. Sizlar menga umuman to'g'ri kelmadinglar. Uyi bor, mashinasi bor, yetim degan uchun kelgan. Voy, yetim? E'londa shunaqa Kim yozilgan. yetim? Oyijon, Men hayotman-ku. Men bilasizmi kimman? Men ona qirolichaman. Ha, yo'q, uzr. Bitta uyda ikkita qirolichaga to'g'ri kelmaydi. Faqat bitta qirolicha bu ham men bo'lishim kerak. Voy, tavba. Yana tosh talashib qolmagan siz bilan. Тоже мне. Ana oyijon, ana ko'proq Telegramga sovchimizga bering. Nima dedi? Qirolichaman dedimi? Tosh talashmaylik nima dedi? Yetim dedimi? Yetim dedim. Voy, o'sinimni o'rnilari bilinyapti. Boshlik mamnaqa qilib 10 minutga qaltirab ketdim, qaltirashimni Oxirida qarang ahvolini. Anakonda nol bo'lib qoldi. qat yeyman dedi. Eshitdingizmi hoji? Biron marta sizga shunaqa gapirmanmiz. Namcha siz ham, men ham sizga qo'shilganman. Qarang, polvon ekan, polvon qiz, polvon. Voy, Polvonni nima qilasiz, oyijon? voy, polvoni zo'r bo'ladi, polvoni, polvon, pahlavon. Menga nabiralar dunyoga keltirib beradi. Oyijon, o'zini ming marta yaxshi. Nima deganingiz bu? Boring, menga juda ham yoqdi. Yoqdi. Ha, nima deysiz? Yoqdi. Siz meni kelayotgan manchi aynitmaysiz. Siz oxirgi paytda shunaqa Yetim desa ham yo'q. Yo'q, yetim deb endi adashib ketdi-da, siz ham adashasiz, siz ham xato gapirasiz. Qirolicha men bo'laman dedi-ku. Nima qilibdi? Men o'zim tarbiyalab olaman. Voy, bu qizni tarbiyalab bo'lmaydi. O'zim tarbiyalayman. Sizni tarbiyalaydi bu oyijon. Voy, qo'lingizni tushirib gapiring, boring, ishingizni qiling. Bizani Toba haydaganingiz, haydagan. Haydayotganim yo'q, haydasam uyingizga haydayman. Bir tarbiyasiz bersin. Men topgan kelinlarni unaqa yerga urmang. Voy tavba qildim. Mazam qochib qoldi-ya. Voy qaynonajonlarim, o'zim o'rgilib ketay sizlardan. Kelin tanlash ham juda ham qiyin ekan, oson emas ekan. Hali unaqasi, hali bunaqasi kelar ekan. Lekin kelinlarni-chi mana shunaqa uylarga ketib qolganda mana shunaqa qilib jazolash kerak. Ertish oson emas.